Assalomu alaykum hammaga. Hozir manzilda men to'liq tushuntiraman. Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bordon qishloqida joylashgan bizning ko'mirxonamiz. Ko'rishlaringiz mumkin, bu Bog'doddan kelish. Kelganlaringda chap qo'lda mana katyol ko'mirlar. Yangi Qo'rg'on bo'yidan kelganlaringda o'ng qo'lda. Mana shu ko'mirxonamiz. Bu yerda katyol uchun faqat ko'mirlar, boshqa nari ko'mirxonamizda boshqa briket, angirin, arishka hammasidan bor edi ham. Hozirgi paytda mana hamma gazini qo'shyapti. Qoplangan qoplari kesak bu где-то 30 kilo shunaqa bunkiriga uni katyollari va aqlli katyol bunkiriga mana o'zingiz ko'tarib tashab qo'yaverasiz. Keyin dastavkasiga kelishadigan bo'lsak, dastavkasi bu shopullar bilan yo'l kirasini kelishasizlar. Yaqin o'rtaga olib kirib beraveramiz, boshqa joylarga yo'l kirasini kelishasizlar, olib borib berishadi. Labolar mana tayyor turibdi, mana 4 ta 5 tasi hozir ochirekda turibdi. Bittasi yuklab qo'ygan tayyor. Telefon qilaverasizlar, behijolat olib borib berishadi.